Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmat Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Ortga jildirilgan yordam pul qonuni to'xtatiladi. Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi o'zgartirishlar kiritgan loyihani ishlab chiqdi. Har bir to'ralgan bolaga beriladi. Ulardan uy bulosin sotsiallik ahvolida qarabasdan. O'shda noto'g'ri to'xtatilgan avtomashinalarni evakuator olib keta boshladi. Batkenda don ekinlarini ekish ishlari yakunlanib qoldi. Bahorgi dala ishlari o'tgan yilgiga nisbatan 15 kun erta bormoqda. Jalolobodning Suzog'ida logistik markaz quriladi. Intimaq Media Group Sarmerden teleloyihasini o'tkazadi. Bosh sovrin uchun avtomashina qo'yilgan. Prezident Sooronbay Jeenbekov Xavfsizlik kengashining kotibi Damir Sag'inbayevni qabul qilib, kengashning 8-fevraldagi qarori bajarilishi bo'yicha ma'lumot oldi. Damir Sag'inbayevning davlat rahbariga bergan ma'lumotiga ko'ra, Xavfsizlik kengashining 45 tadbirdan iborat qarori amalga oshirila boshladi. Uning aytishicha, Xavfsizlik kengashining kotibiyati soliq xizmati bilan birga davlat xodimlari, uning ichida huquqni himoya qilish, nazorat va sud organlari yetakchilarining deklaratsiyalarini tekshirish mexanizmini qaragan qaror loyihasini ishlab chiqqanini, bu loyiha hukumat apparatiga yuborilib, yaqin orada qabul qilinishi kutilayotganini ma'lum qildi. Prezident Sooronbay Jeenbekov Xavfsizlik kengashi kotibiga davlat rahbari nomiga tushayotgan bildiruvlarga va arizalarga alohida e'tibor qaratib, ularga o'z vaqtida javob berishni topshirdi. Ortga jildirilgan yordam pul qonuni to'xtatiladi. Ijtimoiy rivojlantirish ministrligi o'zgartirishlar kiritilgan loyihani ishlab chiqdi. Agar qo'llov topsa, yordam puli har bir bolaga emas, kam ta'minlangan oilalarga beriladi. O'zgachaligi oilalarning davlat yordamiga muhtojligini ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasi emas, qishloq hukumatlari aniqlaydi. Taklif qilinayotgan loyihaning o'zgachaligi va farqlari haqida Hilola Ashurova to'xtaladi. Davlat yordam puli haqida qonunga o'tgan yil iyul oyida o'sha vaqtdagi prezident Almazbek Atambayev imzo chekkan. Hujjat shu yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi kerak edi. Parlament hukumatning taklifi bilan suyunchi pul qonunini qoldirib, biroq yordam pul qonuni bo'yicha me'yorlarni kuchga kiritish muddatini 1-aprelga ko'chirgan edi. Muddatidan avval esa ijtimoiy rivojlantirish boshqarmasi tomonidan qonunni o'zgartirilgan varianti taklif qilindi. Murдағы мыйзамда бұл мындай болған емес. Кем жөлек пұл алушы аз қамсыз болған балдары бар үй бүлелердің ғана балдарына 2700 сомдан сүйінші пұл шегерілген. Азыр ал жөлек пұл мынау балаға сүйінші деген әр бір төрелген балаға беріледі. Олардың үй бүлесін социалдық ahvolida qarabasdan. Aprelda kuchga kiradigan qonunda yangi tug'ilgan har bir bolaga 4000 so'mdan suyunchi pul berish va 3 yoshga to'lmagan bolalarga har oyda 700 so'mdan berish ko'rib chiqilgan. 3tadan ko'p farzandli oilalarga esa 3-sidan boshlab har biriga 16 yoshgacha 500 so'mdan yordam puli beriladigan bo'lgan edi. Qayta o'zgartirilgan qonun loyihasida esa suyunchi puli qoldirilib, yordam puli avvalgiday kam ta'minlangan oila farzandlari uchun berilishi ko'rsatilgan. Bunday qilayotgan ikki bolaga to'laydi ekan, muddatgan degani menimcha to'g'ri emas qo. Har bola aqlida Qirg'iziston jaran bo'lgandan keyin turadi. Cho'q yashagan kichikay bolalar bor, pensiya oladi deb, o'shalarga pensiya oladi deb chaqirib aytishadi. Al pensiyani ota-onalar o'zlari uchun nima qilishganda, al baldарын bag'ishga nima qilishgan emas. Сөзсіз барда мұқтаждық. Жаш балдарға бұға чейін төленіп келген, әркім арғанда нәрсені чарыдық, бірақ төлеш керек, балдарға төлеп беріш керек. Hozirgi o'zgartirilgan qonun loyihasini ijtimoiy rivojlantirish ministrligi jamoat muhokamasiga olib chiqdi. Yaqin kunlarda parlamentga olib chiqishi kutilmoqda. Xalq vakillari esa bungacha qo'llov topgan qonunni bekor qilish uchun hukumatni ayblashmoqda. Жылына 155 мың бала төреледі. Только 3 жашқа чейінкіге 3 миллиард сом талап қылынады. Анткені біз поголовно барына беріп атабыз. Барыңарды чақырам, ушул мыйзамға қаршы добуш бергиле, өкмөт аткарсын. Qirg'izistonda har bir 3-chi bola kambag'allikda istiqomat qiladi. Kam ta'minlangan oila farzandlarining har 6-sidan bittasi yordam puli oladi.
Aholining quyi qismi bilan faoliyat olib boradigan tashkilotlar yordam puli loyihasida xalq fikri inobatga olinmayotganini aytishmoqda. Birinchiden айыл өкмөттүн жоопкерчилигин коебуз деп атат да. Ал боюнча биздин негизинен мыйзамдарда келишпестиктер көп. Айыл өкмөтүнүн жоопкерчилигин коердон алдын алардын үстүнөн иштеген мыйзамдарды такташ керек. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, qo'shimchalangan qonun eskisining o'zi. Parlament deputatlari ham hukumat 2009-yildagi qonunni qayta taklif qilmoqda deya ta'kidlashmoqda. Endi mazkur loyiha qo'llovga ega bo'ladimi, yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Batkenda don ekinlarini ekish ishlari bitib qoldi. Mart oyi davomida to'liq ekib bitiriladi. Bahorgi dala ishlari o'tgan yiliga nisbatan 15 kun erta boshlangan. Bunga bahorning erta kelgani sabab. O'tgan yili don ekinlari aprelning oxirida sepilgan edi. Bu vaqtda endigina yer haydala boshlagan. Bobo dehqon ishi bilan muxbirimiz tanishtiradi. Ravot qishlog'i Botken rayonidagi tog'li hududlardan hisoblanadi. Mahalliylar chorvachilik bilan shug'ullanadilar. Shuning uchun ko'proq arpa ekishadi. Abdumanap Qulubekov ham bu yili 12 gektar maydonga arpa sepdi. Sababi bug'doyga qaraganda erta pishib, oz mehnat talab qilinadi. Misolaga men har bir gektardan ümitim var. 10 sentinerden 15 sentinergacha alamın degan. Negada Xudoga shukr jamg'ir yaxshi bo'lsa 15 sentinergacha alamiz. O'rtacha men 13 sentinerdan alamiz. Kirashasi albatta yaxshi bo'ladi. Har bir traktorga 2000 so'mdan beramiz gektariga. Botken tumanida jami 4600 gektar yer bo'lsa, uning 3000 gektari Oqtatir qishloq hukumatidagi Ravot qishlog'ida joylashgan. Ayni vaqtda tumanning bu hududida arpa ekish ishlari boshlangan. Haydov 25 fevralda boshlanib, har yilgidan 15 kun erta dala ishlari avj oldi. Hozir ishning 60% yakunlanib, oy oxirigacha yakuniga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Gektardan 1,5 tonna 2 tonnadan arpa alamiz. Endi bu da Allah'ın bergeni. Şu biz Allah'dan ümit kılıp şu buna seyahatımız hazır qarab turasa şu yerimiz bu yıl buna kar jağbay kuraqçılık oldu. Endi bundan buyaga Allah Taala o'zi jamg'irni berse, Xudo qalsa yeginimiz yaxshi bo'lib deb umid qilib turamiz. Ravot qishlog'idagi 3000 gektar maydonga 30 ta texnika jalb qilingan. Biroq bu ham yetishmaydi. Shuning uchun Laylak tumanidan ham texnika olib kelishgan. Ular gektariga 2000 so'mdan yerga urug' qada beradilar. Narx o'zgarmagan. Yonilig'ini esa dehqonlar har yilgiday shartnoma asosida 47 so'mdan sotib olishmoqda. Batken rayonunu Biz Leylekten kelip Ravot айылынын талаа эгиндерин айдоого жардам берип жатабыз. Бул жакта техника жетишсиз болгондуктан суранып чакырышкан. 1 гектар жер аянтын 2000 сомдон акы алып айдап эгип беребиз. Бизди чакырды. Күйүүчү майлоочулар боюнча жанагы Айыл министрлиги менен нефтедегилер ассоциациясынын Газпромдогу өкүлү менен келишим түзүлгөн. Дыйкандар мына түнүгүн аркы сейип калат деп атышат. Эгер ошол жерден барып ала турган болсо, 2000 литрден ашыгыраак болсо, келишимдин негизинде 40 тиын арзандатып, эмеден баасына 40 тиын арзан берип атат. Botken bo'yicha 3800 gektar maydonga don ekinlari ekiladi. Uning 2000 gektariga bug'doy, qolganiga arpa ekilar ekan. Joriy yil esa bug'doy o'rniga arpa ekkanlar ko'pchilikni tashkil etdi. Hozircha qancha maydondagi bug'doy o'rniga arpa ekkanlar soni noaniq. Suvli joylarda esa ko'proq sabzavotlar ekilishi rejalashtirilgan. Jalolobodning Suzoq rayonida logistik markaz quriladi. Hozircha bu loyiha bo'lib, taklif hukumatga yuboriladi. Agar amalga oshsa, mazkur rayondan emas, oblast bo'yicha yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini mazkur markazda saqlasa bo'ladi. Bunga qiziqqan investorlar logistik markazni 20 gektar maydonga qurishni rejalashtirishmoqda. Dehqonlarga yaratiluvchi imkoniyatlar haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Barpa qishloq hukumatidagi Ulgu qishlog'ida hosildorligi oz qamish bosgan 20 gektar maydonga logistik markaz ochish rejalashtirilmoqda. Agar bu yerda logistik markaz ochilsa, qishloq xo'jaligida yetishtirilgan mahsulotlarni saqlashga imkon yaraladi. Logistik markaz shu yerda qurilishni Barpa qishloq hukumati yashovchilari taklif qilishgan. Sababi ular balansidagi qayroq yerni hosildorligi ozayib ketgan. Ijaraga ishlatganlarni ketgan xarajatlarni oqlamay qo'ygan. Bugungi kunda biz rayonga bergenmiz, komissiya tuzib, yerdi aniqlab berib, qo'ritundu chiqarib berib. Hozir ошол rayon komissiyasi kelsa, qo'ritunlarini bergen bo'lsa, biz tegishli dokumentlarni tayyorlab, hukumatga jo'natamiz.
Logistik markaz bilan bu yerda teri va junni qayta ishlatadigan joy ochilishi rejalashtirilgan. Mahalliy rahbarlarning so'zlariga ko'ra, yerni hujjat ishlari yakuniga yetsa qurilishi boshlanishga tayyor investorlar bor. Ular bu yer uchun 25 million dollar sarflashga tayyor ekanini ma'lum qilishgan. Cho'ng qampalar qurilib qala turgan bo'lsa, o'sha bizden dehqonlarimizdan qo'l uzarat degan o'ydamiz. Jashilchalardan Rossiya qardal bo'lib o'tadi, bizning toza To'g'ri rayon bo'lganligini aylanishda shu jashilchalarni ko'p eksportga chiqarsak bo'ladi. Mazkur loyiha amalga tatbiq etilsa, nafaqat Suzoq tumanidagi, balki oblastning barcha dehqon va bog'bonlar uchun katta imkoniyat eshiklari ochilar edi. Sababi kuzda mevalarni saqlash imkoni yo'qlar arzon bo'lsa ham sotishga majbur. Qurilib qolsa, bizga o'xshagan dehqon chorvalarga qila yengillik bo'lmoq. Bizden o'stirgan meme yemişlerimizni saqlab, kichkina bo'lsa da qimmatroq sanaga sotib olganga возможность bo'lib qoldi. Bo'lib qoladilar. Ta'kidlab o'tsak, bu kabi logistik markaz faqat Chuy oblastida bor. Agar Suzoqdagi qurilish loyihasi hukumat tomonidan moddiy ko'mak ko'rsatilsa, joriy yilning kuzida bitkaziladi. Endi avtomashinalar taqiqlangan joyga to'xtatilsa, evakuatorlar jarima maydoniga olib boradi. Bunday usul bilan o'lka hududidagi avtomashinalarni tartibga keltirish, yo'l qoidalarini saqlash maqsadi ko'zda tutilgan. O'shda bugun o'tkazilgan tadbir o'lka hududida yil boshida boshlangan. Shu va boshqa xabarlar bilan navbatdagi rubrikada tanishasiz. O'sh shahridagi asosiy ko'chalarda noto'g'ri to'xtatilgan avtomashinalarni evakuatorlar orqali tozalash ishlari boshlandi. Yo'l harakati xavfsizligini nazorat qilish xodimlarining so'zlariga ko'ra, O'sh shahriga 2 ta evakuator olib kelingan. Shaharda noto'g'ri to'xtatilgan avtomashinalarni jarima maydoniga olib borib, ma'muriy bayonnoma tuziladi. Yo'l harakati xavfsizligini nazorat qilish xodimlari avtomashinalarni evakuatsiya qilish bo'yicha tender tashkil etib, natijada Portal Group mas'uliyati cheklangan ishxonasi g'olib bo'lgan. Bungacha Bishkekda, Qand, To'qmoq shaharlarida, Chuy oblastida undan ortiq evakuator ishlaydi. Bu negizgi o'zi o'sha Chorma aymog'ida shu evakuator bo'yicha 17 yerga znak qo'yilgan. Bu znaklar janaga eng көйгөйлүү janaga tig'in bo'lgan yerlarga qo'yilgan. Şu 17 yerdagi znaklar bo'yicha to'g'ri emas to'xtagan avtounalarni daima shu kunda olib ketib, shu ayib to'lovchi joyga qo'yib turadi. O'sh shahrida yosh monaschilar tanlovi bo'lib o'tdi. Unga shahardagi o'rta va oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan o'quvchi va talabalar ishtirok etishdi. Dastlab har bir maktabdan kelgan 100 ga yaqin o'quvchi bellashdi. Tadbirni O'sh shahar madaniyat boshqarmasi bilan birgalikda bilim berish boshqarmasi monaschi Jusup Mamayning 100 yilligi va Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida uyushtirgan. Tadbirda g'olib bo'lgan yosh monaschilarga sertifikatlar berilib, 3-jahon ko'chmanchilar o'yiniga qatnashishga yo'llanma olishadi. Бұл жерде жюрилер O'sh шаардык маданият башкармалыгы, ошондой эле айтыш коомдук фондунун манасчылары жеткилүү айтуу формасы, ошондой алып жүрүшү, ошондой вариантта, кайсы вариантта жакшы айтат, ошол талаптары, милдеттер бизге коюлган. Bugun O'sh davlat universitetiga Bishkekdagi Mahmud Qoshg'ari, Barsqani nomidagi Sharqiy universitet rektori rahbarligidagi kafedra rahbarlari kelishdi. Ular hamkorlik bo'yicha 2 tomonlama shartnoma imzolashdi. Endi bundan buyon 2 oliygoh orasidagi akademik hamkorlik yo'lga qo'yilib, talabalar almashib o'qishlari va o'qituvchilar orasida tajriba almashishga sharoit yaratiladi. O'sh davlat universiteti bu kunga qadar bir qancha oliygohlar bilan shartnomalar imzolagan. Bahor bayrami munosabati bilan o'shlik ayollar O'zbekiston xalqini tabrikladi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, hamkorlikda tanlanib olingan ayollarning 16 nafari Andijon shahriga mehmonga taklif qilingan. Ular uchun sumalaklar tayyorlandi. Shu bilan birga tibbiyot va obodonlashtirish yo'nalishida ham imkoniyatlar yaratildi. Safar yakunida maxsus bayram kechasi tashkil etilib, sovg'a-salomlar ham tortiq qilingan. Endi qo'shni davlat ayollari O'shga kelishi kutilmoqda. Bugun ana shu yana qo'shni, yana qarindosh, yana xuddi andalar bir-birlari bilan topishdilar. Chegaralar bir-birlari uchun ochildi. Eng katta yutug'imiz mana shu narsa. Bizning eng asosiy tilagimiz shuki, O'zbekistonda bugun yashab turib, Qirg'izistonda yashab turgan barcha o'zbek xalqiga chin yurakdan Navro'z ayyomini
chin yurakdan Navro'z bilan tabriklab, ularga yaratgandan sog'lik, salomatlik, yurtlariga tinchlik, omonlik, dasturxonlariga qut baraka, o'zlariga omad baraka so'raymiz. Intimaq Media Group Sarmerden teletanlovini o'tkazadi. Tanlov O'sh oblastidagi rayonlar o'rtasida tashkil qilinadi. Unda milliy urf-odatlar aks ettirilgan ko'rinishlar bajarilib, unutilib borayotgan odatlar yoritiladi. Teleloyiha yil oxirigacha davom etib, har oyda 2 dan rayon bellashadi. Final qismi dekabr oyiga rejalashtirilib, bosh sovringa avtomashina qo'yilgan. Yirik teleloyiha va dastlabki tayyorgarliklar haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Bular Cho'ng'ilay tumanidagi iqtidorli o'g'il qizlar. Ular Intimaq telekanali tomonidan tashkil etilgan Sarmerden teletanloviga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bungacha tumanlararo tanlovlarda ishtirok etishsa, endi oblast miqyosidagi tanlovlarda o'z iqtidorlarini namoyish etishadi. Muzikal o'zmektebimiz yo'q. Shunday olsa da bugungi ko'rsatilayotgan buga cheyindagi o'tkazgan ishlarimiz bor. Shuni qura uyda o'tirgan jo'nakay qarapayım elin qo'ldosidan chiqqan, dayardan chiqqan talantlarning negizinde dayardan kelishimiz. Dag'i o'zgartirishlar bo'lsa, aldimcha qo'shimcha qilib buyursa, yaxshi dengelde olib chiqib bir yerga mana aytaqlaymiz degan o'ydamiz. Birinchilardan bo'lib tanlov xuddi shu Cho'ng'ilay va Qorasuv rayonlari orasida o'tkaziladi. Shunday qilib Sarmerden oblastidagi jami 7 tuman orasida har oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Unda doston, irkesi, aqya kabi shartlar qo'yilgan. Intimaq telekanali bu orqali milliy urf-odatlarni tanitish va millatlararo ittifoqni yana ham mustahkamlashni ko'zda tutgan. Негізі бұл ilgeten Qırgız elinin saltında бар oyunlardan biri desek de болады. Ушул кандай жандантуу максатында, жаңыча форматта чыгуу максатында уюштуруп жатабыз. Бул ушул 2018-жылы аймактарды өнүктүрүү жылына карата десек de болот. Bu tadbirni boshqalardan farqi bu yerda ko'rgazma yarmarkasi ham tashkil etilgan. Unda tumandagi korxonalar tomonidan tayyorlangan qo'lbola va yengil sanoat mahsulotlari qo'yilgan. Bu orqali tanlovda xalq orasidagi iqtidorlar va hududlarni rivojlantirish loyihasi bilan tanishishga imkon beradi. Tadbir hukumatning O'sh oblastidagi vakilligi tomonidan tashkil etilgan. Regionlarda da talantular көп та. Ошолорду тандап алалы деп атабыз. Анткени көп эле биз иш-чара өткөрсөк, негизинен баягы атактуу эле ырчылар катышат экен, атактуу ошо оончулар, ал эми көп эле мындай таланттар элдин арасында калып кетип атат да. Ошолорду тандап туруп, анан биз ушундай бир чоң иш-чараларга пайдаланалы деп атабыз да. Sarmerden teletanlovi dekabr oyigacha O'sh shahrida Sulton Ibrohimov nomidagi drama teatrida o'tkaziladi. Birinchisi 17 martda bo'lib o'tadi. Intimaq Media Group keyingisini oblastlar orasida o'tkazishni rejalashtirmoqda. Hilola Ashurova, Nurjamal Barg'ibayeva, Qimbat Abdusamatog'li, Intimaq. Ginnesning rekordlar kitobi uchun tayyorlangan 5 barmoq 1 tonna 464 kilogramm, qazi esa 117 metrni tashkil qildi. Tadbir tashkilotchilari Ginnes kitobining avvalgi rekordlardan o'tganini, barcha talablarni bajarish bilan tayyorlangan taomlar rekord kitobiga kiritiladi deb xabar qildi. Jarayonga Ginnes rekordlar kitobining vakillari ham qatnashdi, biroq rekord qayd qilingani yoki yo'qligi hali xabar qilinmagan. Qozog'istonning Ostona shahrida 2015-yili 736 kilogramm 5 barmoq tayyorlanib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgani aytilgan edi. Bu safar Bishkekda 1 tonnalik 5 barmoq va 110 metrlik qazi tayyorlanadi deb xabar qilingan. Taom uchun 8 yilqi so'yilgan, umumiy 1,5 tonnaga yaqin go'sht pishirildi. 150 litrga yaqin 12 doshqozon o'rnatilgan. 1 tonna 465 kilogramm 5 barmoq jana 117 metr chuchukcha so'g'u, 40 dan oshgan oshpozchilar, жүздөгөн ixtiyorchilar qatishdi. Andan sirtqari studentlar da yordam berishdi. Alemiy kompaniyadan da 10 oshpozchi kelib 5 barmoqni tayyorladik. O'shda oblast bo'yicha Qur'on o'qish tanlovi o'tdi. 10, 20 va 30 pora Qur'onni yoddan bilgan 100 ga yaqin ishtirokchi o'zlarini sinab ko'rishdi. Natijasi yomon emas. Qiroat bilan Qur'onni yoddan aytganlarning eng yaxshilari aniqlanib, respublika tanloviga yo'llanma olishdi. Payg'ambarimizning tug'ilgan kuni munosabati bilan 8-marotaba o'tkazilayotgan Qur'on musobaqasi haqida muxbirimiz Umida Mirzabayeva hikoya qiladi. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا
Erkinbek Abdulakim o'g'li Qur'on musobaqasiga Novqat rayonidan kelib ishtirok etmoqda. Otasi dinga e'tiqodi kuchli bo'lgani bois Erkinbekni Qur'on yodlab madrasada o'qishiga qiziqish yaratgan. 3 yildan buyon Qur'on musobaqalarida qatnashib, muvaffaqiyatlarga ham erishgan. 3 yildan beri qatnasham. 2016-yili, 2017 mana bu yil qatnashib жатабыз. Yildan yilga ham bu yerda shunday Osh bo'yicha, Osh oblast bo'yicha qarlar kelib, alarni ko'rib, adamda qiziqib paydo bo'ladi ekan. O'sha yil sayin 30 paradan qatnashsam degan, 10 parani nima qilib ko'ytayin degan shunday nimalar bor. Tanlov 3 tur bilan baholanadi. Muqaddas Qur'on kitobining 3 dan 1ni yodlaganlar 10 porada, 3 dan 2sini yod olganlar 20 porada, to'liq yodlaganlar 30 porada qatnashmoqda. Bundan tashqari ishtirokchilar soni 25 nafardan ortmagan bo'lib, ovozi tiniq bo'lishi shart. Umumiy 100 ga yaqin ishtirokchi tanlovda qatnashish uchun ro'yxatdan o'tgan. Birinchi, ikkinchi o'rinda olganlar Bishkekka finalga yo'llanma olishadi. Al yerdan finalga жалпы Qirg'iziston bo'yicha qarilar birinchi, ikkinchi o'rinda olganlar kelib qatnashib, jarishdan birinchi o'rinda olganlar boshqa mamlakatdagi elaralik Qur'on jarishlarga qatnashuvga yo'llanma olishadi. Musobaqada ishtirok etganlarni baholash uchun maxsus hakamlar guruhi tuzilgan. Ular ishtirokchilar yo'l qo'ygan xatolarni, Qur'on o'qishdagi savodxonlikni, qiroat bilan o'qish yo'nalishlarini qarab ochko qo'yishadi. Din xodimlarining ta'kidlashicha, Qur'on yodlab bellashuvda qatnashayotganlarning soni ko'payib bormoqda. Bu konkurs menen baldarыбыздын Qur'onga bo'lgan sezimini uyg'otuvi. Oşodu menen yıldan yılga Kur'an'dı bışık jattagan, jana yıldan yılga Kur'an'dı qoz okugan, körküm ünümen okugan jigitlerimiz, jaşlarımız, kızlarımız, baldarımız köpeyүүдө. Alardın sani artıp baruda. Qirg'iziston musulmonlarining diniy boshqarmasi tadbirni 8 yildan buyon o'tkazib kelmoqda. Tadbirni uyushtirish orqali yoshlarga Qur'on ta'limotini targ'ib qilish, iqtidorlilarni xalqaro musobaqalarga tayyorlash va unda ishtirok etishiga ko'maklashishdan iborat. Kur'an konkursumuz yıldan yılga baldarımızın ösüşünü, yıldan yılga balda qarlarımızın ko'payishini bu salım qo'shib o'tadi degan o'ydamiz. Oblast tanlovida 3 poradan 1 va 2 o'rinni olgan 6 nafar g'olib Respublika Qur'on musobaqasiga yo'llanma oladi. Unda ham g'olib bo'lganlar xalqaro musobaqalarda ishtirok etishadi. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Avstraliyaning Queensland shtati bir haftadan beri tabiiy ofatdan jabrlanmoqda. Bir qancha shaharlar suv ostida qolib, turar joylar yaroqsiz holga kelgan. Hozirda jabrlangan hududlarda yuzaga kelgan zararni hisoblash ishlari bormoqda. Avstraliyaning Queensland shtati halokat hududiga aylandi. Bu yerda bir haftadan buyon kuchli yomg'ir to'xtamasdan daryolar sathidan chiqib ketmoqda. Hozirda uy-joylar butunlay suv ostida qolib, avtomobil yo'llari to'silgan. Tabiat hodisasi tufayli keltirilgan zararlarni hisoblash uchun shtat premyer-ministri keldi. Aholi juda sabrli ekan, hammasi tinch. Bungacha ham mana shunday hodisalarni boshidan kechirganlarni aytishmoqda. Hozirda zaruriy yordamlar ko'rsatilyapti. Tulli shahridagi istirohat bog'ida esa kuchli suv oqimi tufayli 70 ga yaqin kishi chiqa olmay qolgan. Ularni 6 kundan keyin evakuatsiya qilishdi. Mahalliy hukumatning ta'kidlashicha, shtatda sel tufayli keltirilgan zararni to'liq hisoblab chiqish uchun bir haftaga yaqin vaqt talab qilinadi. Mazkur hodisa dala ishlariga va fermerlarga katta yo'qotishlarni olib keldi. Shri Lankada bir yildan beri davom etayotgan diniy nizo o'tgan haftada kuchayib, Kandi shahrida favqulodda holat e'lon qilindi. Tartib soqchilari tartibsizlik uyushtirishda gumon qilingan 4 kishini qo'lga olinganini aytishmoqda. Ayrim davlatlarning elchiliklari esa sayyohlarni Shri Lankaga kelmay turishni ham maslahat berishyapti. Shri Lankaning Kandi shahrida bir necha kun avval sodir bo'lgan tartibsizlik tufayli favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Unda diniy g'araz paydo bo'lib, butparastlar bilan islomiy e'tiqoddagilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan. Mazkur voqea tufayli shaharda paydo bo'lgan favqulodda vaziyat tartibi sayyohlik tarmog'iga ta'sir ko'rsatdi. O'lka hududidagi sayyohlar paydo bo'lgan vaziyatdan xavotirga tushishdi. Kechki mahal sayr qilgani chiqsa, ko'chada hech kim yo'q ekan. Tinchku deb o'ylagandik, ammo keyinroq ko'chada politsiya xodimlari to'lib ketdi. Sayyohlar uchun bu manzara odatiy hol emas. Ammo ba'zi dam oluvchilar atrofda bo'layotgan vaziyatga e'tibor bermayapti. Do'konlarning yopiq turganini hisobga olmaganda hammasi yaxshi.
Tartib soqchilarining ta'kidlashicha, o'tgan haftada tartibsizlik paydo bo'lishida gumondor sifatida 4 kishi ushlangan. Hozirdagi favqulodda vaziyat tartibi mart oyining o'rtalarigacha davom etishi aytilmoqda. Shu bois Rossiyaning Shri-Lankadagi elchiligi turistlarni o'lka hududiga kelmay turishlarini aytdi. Ta'kidlab o'tsak, Shri-Lankada diniy g'araz 1 yil avval boshlangan. Unda butparastlar musulmonlarni odamlarni islom dinini qabul qilishga majburlamoqda deb ayblab chiqishgan. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. Butun Xitoy xalq vakillari yig'ini Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin vakolatlarini cheklashni bekor qilish qarorini qabul qildi. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirish 11-martda Pekindagi yillik yig'inda qabul qilindi. Qurultoyda 3000 ga yaqin delegatning 2 nafari qarshi chiqqan, yana 3 nafari esa betaraf qoldi. Natijada qaror deyarli bir ovozdan qabul qilindi. Mazkur qaror Szinpinga xizmatda noma'lum muddatgacha qolishiga huquq beradi. Xitoyda prezidentlik muddatini 10 yildan oshirmaslik qonuni Deng Xiaoping vaqtida 1982-yili qabul qilingan. Si Szinpingacha Xitoyning 2 lideri konstitutsiyaning shu qoidasini saqlab 2 muddatdan so'ng hukumatni o'tkazib berishgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya lideri Kim Chen In bilan uchrashishga tayyor. Ikki o'lkaning liderlari muzokarasi taxminan kelasi 2 oyda o'tishi kerak. Bu haqda Donald Tramp bir necha kun avval Kim Chen In bilan muzokara o'tkazgan Janubiy Koreya vakillari bilan uchrashgandan so'ng ma'lum qildi. Ular Donald Trampga Shimoliy Koreya liderining so'zlashuvi bo'yicha chaqiruv berishgan. Muzokaralarda Shimoliy Koreya yadroviy dasturi va uning yadro qurollarini yo'q qilish bilan bog'liq masalalar muhokama qilinadi. Prezident Tramp Twitter orqali bo'lajak uchrashuv muvaffaqiyatli o'tishiga ishonishini bildirib, Shimoliy Koreya raketa sinovlaridan voz kechadi va Pxenyanga nisbatan sanksiyalar kelishuviga erishilmagunga qadar kuchda qolishi haqida bayonot berdi. Shavkat Mirziyoyev bilan Emomali Rahmon 9-martda Amuzang-Hashadi temir yo'l qatnovini ochishdi. Teleko'prik tartibida ikki davlat prezidentlari ushbu yo'nalishda O'zbekiston-Tojikistonga birinchi poyezd yo'nalishini kuzatishdi. Bugunga qadar ikki o'lkani Quduqli va Bekobod stansiyalari orqali o'tgan temir yo'li bog'lagan. Endi Amuzang stansiyasi ishga tushdi. Bu yerda chegara va bojxona xodimlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Yangi temir yo'l qatnovi Turkmaniston bilan Afg'onistonga chiqishga ham imkon beradi. Rasmiy ma'lumot bo'yicha yo'lovchi tashish uchun yaxshi sharoitlar tuzilib, yangi yo'nalishlar ochiladi. Ikki o'lkaning Afg'oniston bilan chegarasiga qurilgan Amuzang G'alaba temir yo'lida 6 yildan ortiq vaqtdan beri poyezd yurmagan. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.